Mana shu qip-qizil toychog'i 51960 dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Like tugmasini ham xuddi mana shuni rangida qilib qizartirib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Bu videoni hoziroq eng yaqin Furachi tanishlarga jo'natib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ma'lumotlar bilan endi tanishtirib o'tib ketaman. 2016-yilda ishlab chiqarilgan tegach, bu o'sha eng yaxshisi 460 taga yurgan masofasi 836 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada, keyin buni retardasi ham bor ekan. Salonlarning ichki holatlari ham ideal holatda turibdi. Prinsipi 2018-yilda ishlab chiqarilgan Krone Prinsip 105 kubali mega. Moslari BPV mosda lentakasi bor. Balonlari kurgovoy holatda yangi almashtirib qo'yilgan ekan. Prinsipi ichlari usilenli qilib qo'yilgan. Xullas, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, mashinada ham, Prinsipda ham hech qanday kamchiliklar yo'q. Ishga 100% holatda tayyor. Olasiz, ishga chiqarib olsangiz bo'laveradi. Manzilga keladigan bo'lsak, Andijon viloyati Shahrixon tumanida turibdi. Har doimdek egalarining telefon raqamini videoni past qismida yozib qoldiramiz. O'zlariga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni ham olsangiz bo'ladi. Endi mana shunday Fura haydovchilari diqqatiga yaxshi narxdagi yuklarni Lori.uz Telegramdagi guruhda olishingiz mumkin. Telegram linkini Lori.uz Instagram sahifasiga o'tasiz. Link qoldirgan. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda guruhga o'tib ketasiz. Qulaylik yaratish maqsadida bo'lim-bo'lim qilib ajratib qo'yilgan. Siz qaysi viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha viloyatni tanlaysiz. O'sha viloyatdan chiqib ketadigan yuklarni osongina olishingiz mumkin. Bu videoni maksimalli Furachi tanishlarga tarqatib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.